Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Demak, hozir biza o'sha statusimizni, ya'ni bizani topshirilgan hujjatlarni qaysi jarayondaligini tekshirishni ko'rib chiqamiz. O'shani status deydi, ya'ni qabul qilinganmi yoki jarayondami yoki o'sha bizani suhbatga taklif qilyaptimi. Bu uchun biza tasdiq duxulga kiramiz. Keyin bu yerda shu yoqda agar arab tilida foydalansangiz, bu yoqda o'sha o'zingiz akkauntingiz ustiga bosasiz. Ustiga bosganingizdan keyin shu ham 3-siga kirasiz. Xo'p, agar masalan kimgadir arab tili qulay bo'lsa, arab tilidan foydalansin. Agar bo'lmasa kimgadir ingliz tili qulay bo'ladigan bo'lsa, ingliz tiliga o'tkazib olsa bo'ladi. Ingliz tilini ham bilmaydigan bo'lsangiz, juda ham oson. Mana shu Google Chrome'dan kiradigan bo'lsangiz, Google Chrome'ning o'zini anaqa переводчиgi bor. O'shandan foydalansangiz bo'ladi. Mana bu yoqda o'zbekchaga o'tkazib olasiz, tarjima qilib beradi. Polniy mana shu anaqani saytda o'zini tarjima qilib beradi. Mana ta'lim muassasalari sharhi deyapti. Agar buni siz arab tilida foydalanadigan bo'lsangiz, bu yoqda chiqadi sizda. Keyin mana shu ta'lim muassasasi sharhi degan kirasiz. Xo'p, hozir bu yerda biza bitta, ikkita, uchta, 4 ta universitet tanlangan ekan. Xo'p, mana bu yoqda yozib qo'ygan. Ko'rib chiqilmoqda. Bu yoqda ariza topshirilgan deyapti. Hozir ta'lim muassasasi tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Keyin dastlabki qabul qilishni tasdiqlash. Keyin sekin-sekin mana shu jarayonlardan o'tib, agar suhbatdan o'tganingizdan keyin viza keladi. Hozircha shu. Keyingi yangiliklar bo'lsa, masalan, keyingi manba dastlabki qabul nima qilishingiz kerak, qabul qilishni tasdiqlash. Mana shu keyingi etaplarda yana xudo xolasa videolar chiqarib boramiz. O'shaning uchun doim shu bizani Telegram, Instagram, YouTube'larni kuzatib boringlar. O'tkazib olmaslik uchun YouTube'ga obuna bo'lib qo'yinglar.